Akam, akalarim, bugun sotuvimiz edi. Neobishni telefonimiz bor. Ko'rib turibsizlar, akalar. Tashqaridan bundoq qaraganda Rossiyaga o'xshaydimi? Qaranglar, vash takkoy narsa ekan. Bu Rostomoshkadan o'tgan, hamma dokument korobkalari bor. Egalari garantiya beradilar. Yonimda turibdi aka. Garantiya berasiz aka bunga? Garantiyasi bor. Necha pulga berasiz obunachilarimga? $200 ga beraman. Kelishtirib bering aka, baraka topishsin. Qarang, u takkoy narsa ekan. Men Malibu Gentra'da yurgan vaqtimda qo'yib qo'yadigan narsa deb akalar, ko'rasizlar. Bittadan bundoq ko'rgan odam telefonda o'ylamaydi bu narsani. Kelishtirib bering, barakasini bersin aka. San obunachilaringga $200 qilib beraman. Akalar, $200 ga talashib tortishib tushirib qo'ydim. U qaranglar, men hozir ishlashini ko'rsatib beraman. Narigi telefonimni qilaman-da. Hozir. Bu zo'r ishlarkan-da, короче, bu. Mazza qilib ishlatasizlar akalar. Bosib o'raydigan joyiga keldi. Kimga qiziq bo'lsa, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. $200 ga dokument korobka hamma narsasi bilan berib yuboramiz. Egalarining nomerini qoldiraman, telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Akalar, Rossiyada, короче, ko'ryapsizlar.